Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugungi videorolikimiz Urganch shahar vokzali yanında, ya'ni Admin Polomuz ro'parasida shu oqshom ko'rsatib o'tgan yerimizda yana bir do'konimiz chiqdi. Yana bir ikki do'konimiz chiqdi. Oriyonda biri, bu yoqda biri. Bu do'konimiz 143 kvadrat ekan, bu 141 oqshom chiqarganimiz. Bundan keyingisi ham 141 kvadrat ekan. Общий uchisi 425 kvadrat ekan. Xohlasanglar bir odam olsa ham bo'ladi ekan hammasini. Birimiz lokatsiyasini sizlar oqshom eslatib o'tadi. Yana bir aytib o'tamiz. Ko'ran Sadat to'yxona, hozir Admin Polov bo'ldi. Bu tarafimiz temir yo'l, Bonita tarafdan gelish, vokzal tarafdan gelish. Bu yanimiz Xanka yo'ldan. Xanka yo'ldan 100 metr kelsanglar gazeting shu yerda. Eldin parkovkalar ham zo'r. Bu yerimizni kvadratining narxini 1 kvadratini 10 million so'm deb tutdi. 10 million so'mdan agar kelishlardan kelsanglar ustida kelish ham beradi ekan. Hammasi desanglar, hammasi xohlasanglar bo'lib sotadi ekan. Hamma aytamiz, eslatib o'tamiz, kimda kim ko'chmas mulkini, natural binosini, kvartirasini, hovli joyini sotib olmoqchi bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarni o'zingizga to'lasizlar. Reklama aytisham, sotib olisham yordam beramiz. Masalan, bu yerni videozorini tanishtirib o'tamiz. Eshiklarimiz, shisha eshiklardan qo'yilgan 103 kvadratni aytib o'tgandik, 143 kvadrat. Yerimiz xohlasanglar xohlagan biznes açishlaringiz mumkin. Oldindan parkovkasi bor, orqasidan bor. Xohlasanglar kafe, xohlasanglar gym dükan, boshqa har bir narsaga to'g'ri keladi. Har bir biznesga to'g'ri keladi. Narxlarni aytib o'tdik, oqshom videomizda ham aytdik. 1 kvadrati 10 million so'mda turibdi, kelishalar ekan. Bu 143 kvadrat ekan birimiz. Bu yanimiz orqamiz bu, oqshom kunimiz podyezddan chiqadi. Bu to'g'ri orqaga chiqadi ekan o'zini. Birimiz to'g'ri orqaga chiqasizlar ekan. Akşam aytib o'tganimizdek bu yerlar olinsa, bir katta parkovka bo'ladi. Bolalar o'yingohi, yana bu balabatlar hammasi solinadi. Akşam aytib o'tganimizdek telefon nomerlarini ekranga chiqarib qo'yamiz. Aytib o'tamiz. Kimni qiziqtirsa shu ekrandagi nomerlarni o'tkazib, ekran nomerlarini chiqarib qo'yamiz. Kimga shu videomiz manfaatli bo'lsa, kimga yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yishni unutmanglar. E'tibor uchun rahmat.